Buxoroda zikrda yuradiganlar qanaqa parfyum sepishadi? Yaxshi, biz zikrda yuradiganlar qanaqa parfyum sepishadi? Shu oddiy Louis Vuitton. Louis Vuittondan qaysi aka? Louis Vuittondan ozmasga ko'rsataman, ko'ring o'zingiz. Louis Vuittondan Afternoon Swim. Gap yo'q. O'zim yoqtiraman. Citrusli edi, prям zo'r. Bahor yozga zo'r ketadi. Aka, o'zida o'tadigan qizni sraz kompot qiladigan hit. Realni. Qanaqa? Yo, podelkasimi? Yo, biz kitalskiy qilmaymiz, endi erta shuni ham gap qilishadi. Ha, dokumentlar bilan beraman, ko'ring. Oho, original shu dokumentlari bilan birga Fransiyani original atirlaridan, ya'ni Ebo parfyum tomonidan o'g'a sizga. Aynan zikrda yuradiganlar uchun seriozli parfyumlardan Creed Aventus. Da, chotki. Louis Vuittondan qolishmaykan-ku bu. Realni chotki. O'galarga tavsiya qilasizmi? Конечно, kelinglar, ishlatib ko'ringlar, realni chotki. Sizlarga ham shunaqa parfyum, stoyki turadigan parfyum kerak bo'lsa, Able parfyumga murojaat qilaverasizlar.